Yo, salom do'stlar, kanaliga xush kelibsiz. Obuna bo'lishni unutmang. Bugun videorolikimizni Instagramdagi trenddagi videoroliklarni tomosha qilamiz. Juda ham zo'r va bu yerda o'ziga xos dunyo bo'yicha eng zo'r saqlanib qolgan holatdagi krater bor. Kraterni ko'rsating. 50 ming yil oldin akalar bu yerga meteorit tushgan. Krater nimaligini bilmaydiganlar uchun bu osmondan tushgan toshning o'rnida qolgan voronka. Diametri 1 kilometr. Akalar, onu Arbeolarni kim Realga trener qilib qo'ydi? U PlayStation emas akalar, xohlagan odam kelib trener qiladigan bo'lsa, mahallamda ikkita bilatishkalar bor, kelib trenerlik qilsin. Har minutda almashtiryapsizlar, indamayapmiz endi. Nima qilavermaylar? Andrelo bilan kim? Bilmaysizlar. Odamlar nima deydi? Bilmadim nima. Osmonlarga uzatdik qo'lni, yuraklarga qo'ndi bir surur. Tanlagandik eng mushkul yo'lni, oxir bizni o'ldirdi g'urur. Bizga qarshi jang qildi samo, boshimizdan yog'ildi qorlar, qishdan omon chiqqandik. Dabdalayli chiqib ketib bo'ldi уже. Ko'p yillarni talantli bor. Bolalar, qizlar. Mana shu окружение, mana shu atrof. Osmonlarga uzatdik qo'lni. Kim u? Eltuv xizmati. Hech nima buyurtma qilmagandim. Hoy, mana shu manzil-ku. O, kitobxon. Sen bu yerda nima qilyapsan? Buyurtma qilmaganman. Buyurtma qilmaganman. O, 102-uy, 92-xonadon. Bu 101-chi. Bu 101-chi. Menga 102 kerak. Voy xudo. Suv bera olasanmi? Suv quyib bera olasanmi? Nega endi? Nega endi? Voy, sinfdoshimiz-ku, qizg'anchiqlik qilmasang-chi. Pul emas, shunchaki suv bergin deyapman-ku. Suvsizlikdan o'lib qolsam-chi, keyin o'zing javob berasanmi? Şimdi qaysi komandan tanlatsa Real deyman. No, asosan Ronaldoni tanlatmayman. Barselonaga qanot qaraysiz. Pashon nahvoy deyman. Xuddi shu gapingizga siz bilgan holda fanatligingizni biz sizga sovg'a tayyorlab qo'yganmiz. Ha, Camp Nou'da. Normal. Ema, ispitni bor. Sun'iy intellektni vashi chichvorisiz lekin. Nimaga? Ha, bo'lmay chichvorisiz sun'iy intellekt. Endi nimadir deyinchi Barsa haqida. Okay, deyman. Musir kaman deyman o'zingizdan. Chunki ko'rib qoldim, Dani Carvajalga masalan kubok topshirilibdi. Endi yutkizib qo'yganimiz 3-2 unaqacha sharmanda shotan emas. Bitta urayotgandik, oxirida chicha biznikilar uraman qilganda oyog'iga tepib hali endi futbolkaga o'rganib oldik. Har safar bittadan tortib. Nechinchi sinf? 2005. 2005. Oh. Men bittalang xotin bo'lsalaring, ukamga ham bittalang xotin bo'lsa, boja bo'lamiz akamni, zo'r bo'lar ekan. Xotinim bor, bilsa. Ronaldo jahon chempionati 2006 musobaqasidan keyin Portugaliya terma jamoasidan ketishini aytdi. Saudiya Arabistonining kim bu bola? Assalomu. Endi yutkizib qo'yganimiz 3-2 unaqacha sharmanda shotan emas. O'zbekiston uka. Aka, butun O'zbekistonga va'da bergandim ko'rsaman aka. Kim bilan? Rafina bilan. Pashola, damini olsan, yaxkay mana. Sen men bilan ko'rishding uka. Kapeka Rafina. Kimlarga telefon qilib? Isdaniya nima u? O'tirib turish. Da. Shu Aroshkani PC'dan qilaramizmi? Shunaqa. Aziz zombi donat qildi 50 ming so'm. Anoshka 10 ta prisidaniya narxi qancha deb yozibdi? 2 million. 2 millionga men bir oy o'tirib turaman 2 millionga. Eshitdinglarmi? 2 millionga Anoshka 10 ta o'tirib turar ekanda. Har bitta o'tirishingiz 200 mingga to'g'ri keldi. Assalomu alaykum. Masaj chaqiruvdinglarmi? Nog'bada, nog'bada. Maskanalashurma, qoch. Parijda bo'lsak, Eyfel yonida bo'lsak. Ha?
navbat. Men. Tosh, qora. Men tosh qora, Men qora tosh. Yaxshi emas. Baraka topkurlar bo'ldi. Qanchagacha sabr qilish mumkin? Vot qanchagacha sabr qilish mumkin? Sukut alomati rizo deylar. Biz ko'p aylanayotgan narsa Ronaldo Portugaliyaga xalaqit berdi. Yaxshiyam Chempionlar Ligasida 11 ta kuboklar bor. Yaxshiyam Chempionlar Ligasida 12 ta kuboklar bor. Yaxshiyam Chempionlar Ligasida 13 ta kuboklar bor. Yaxshiyam Chempionlar Ligasida 14 ta kuboklar bor. Yaxshiyam Chempionlar Ligasida 15 ta kuboklar bor. Yaxshiyam Chempionlar Ligasida Mashina olib kes. Bellingham просто bo'yi baland chiroyli yigit. Telefonni ulang. Eshitaman. Dadamni qidiryapman. Boshlandi. Dada topilmayapti. Bu chiqdi olam. 14-yanvarga iPhone Tracker Real Madrid jamoasining yangi murabbiyi bo'lgan Arbeloa o'zi qanday murabbiy? Qirollik klubiga bosh murabbiylikka arziydimi? Keling biz uni avvalgi faoliyatiga to'xtalamiz. 2020-yilda U14 jamoasidan murabbiylikni boshlagan. Keyin esa U16 va U19 jamoalarini boshqargan. U19 bilan 3 ta sovrin Real Ka'batulloh ichida namoz o'qishni istaysizmi? 4-yanvar O'zbekiston terma jamoasi Nikoni aldab o'tdim. Tezkor qanotlar to'qnashuvi va ajoyib tarzda Mbappe qabul qilishi ham, finti ham, tezligi ham va voy! Dahshatli gol.